Assalomu alaykum. Kunning muhim voqealari bilan efirda xabarlar, studiyada Hurmatay Nurmatova. Bugun dasturimizda kechagi kuchli shamol Cho'ng'alaydagi bir nechta binolarga zarar keltirdi. 2016-yildan har bir rayon va shaharlarda 10 dan ortiq yangi ishxonalar ishga tushiriladi. Yangi ishxonalarga kiritish kerak. Tilanchilarning katta yo'llarda uchrashi haydovchilarga to'sqinlik qilmoqda. Bir kelayotganda ro'par engel chiqib oladi, bilmay qolasiz, неожиданно oyog'ing tagib kelib qoladi. Jalolobodda botulizm kasalligi kuch olmoqda. Biz tuzdalgan badrang jegen emasmiz. Dargerler bu botulizm deb aytishdi. Intimoqchilar radio kompaniyasi Top Navo 2015 yil yakunini chiqardi. Birinchi yo'l chiqarganimizda bu o'sha oblast bilan chektirgan bo'lamiz. Bu yilqisida mana 3 oblastdan talantli odamlar chaqirib, o'shalarning orasida miqdorlarni aniqladik. 20 dekabrga o'tar kechasi O'sh oblastining Cho'ng'alay rayonida bo'lgan kuchli shamol Davlatqo'rg'on qishlog'idagi maktabning o'smirlar sport klubining va Jarboshi qishlog'idagi ayrim uylarning tomini uchirib ketgan. Favqulodda holatlar ministrligining ma'lumotiga ko'ra, shamolning tezligi soniyasiga 37 metrgacha yetgan. Mutaxassislar keltirilgan zararning miqdorini aniqlashni davom ettirishmoqda. Endi pasportni olishga 2 soatgina vaqt ketadi. Bundan keyin odamlar uylaridan chiqmay internet yordami bilan davlat ro'yxatga olish xizmatining elektron xizmat portaliga kirib pasport olish uchun hujjatlarni to'plashadi. Aholiga xizmat ko'rsatish markazining pasport nomli avtomatlashtirilgan ma'lumot tizimi orqali pasportlar 2 soat ichida berila boshlanadi. Yilning yarmigacha Qirg'izistonda yana 2 aholiga xizmat ko'rsatish markazi ochiladi. 2016-yildan boshlab bunday markazlar har bir oblast rayonlarida ishga tushadi. Avtomashina qatnagan katta yo'llarda mashinalarni to'xtatib sadaqa so'raganlar haydovchilarga to'sqinlik qilmoqda. Ularga har oyda reyd qilingani bilan qayta ko'chalarning kesilishiga va jamoat joylariga kelishadi. Kuch tizimlari 3 soat ushlab turib shaxsini aniqlash bilangina cheklanishadi. Sababi ularni javobgarlikka tortish to'g'risida qonun yo'q. Bunday holatni qanday qilib yo'lga solsa bo'ladi? Batafsil navbatdagi lavhada. O'sh shahridagi chorrahalarda turib sadaqa so'raganlar mashinalar harakatiga to'sqinlik yaratishmoqda. Ular svetoforning qizil chirog'i yongan vaqtida kelishib, haydovchilarga noqulaylik yaratishi odatdagi ko'rinish. Ko'pchiligi qo'lida chaqaloqlarni ko'tarib olishib, chorrahalarda turishga o'rganib qolishgan. Otasi bor, otasi ham ishlaydi, bitta qo'ldan qarsak chiqmaydi. Ish qilsa bo'ladi, endi sharoitimizga qarab turib ish qilamiz biz. Bunday harakatlar esa yo'l halokatlariga olib kelishi mumkin. Avtomashina haydovchilarining so'zlariga ko'ra, sadaqa so'raganlar bolalari bilan yurib ketayotgan mashina ortidan yugurganda to'xtashdan boshqa iloji qolmaydi. Mening o'yim bo'yicha, option bular yo'ldan jo'q qilib solish kerak-da. Bir kelayotganda ro'par engel chiqib oladi, bilmay qolasiz, неожиданно oyog'ing tagib kelib qoladi. Bilmaysan, водитель to'g'ri har xil neda keladi. Skorost hozir ko'ryapsiz, уже muz boshlandi. Peshxodga to'xtayın desen, to'xtabeli oldinga chiqib oladi. Jarat o'tadi, svetofor jangandan aydashni o'shalarga qarab turib qolatasizmi hozir? O'sh shahar yo'l xavfsizligini nazorat qiluvchilar sadaqa so'raganlarni qo'lga olishib, ularning shaxsini aniqlash ishlarini olib borishadi. Unda ma'lum bo'lishicha, qo'lga olinganlarning birortasida ham shaxsini tasdiqlovchi hujjat yo'q bo'lib chiqqan. Lekin ularga nisbatan hech qanday jazo qo'llanilmaydi. 3 soat vaqtincha ushlash joyida turgandan so'ng boshqa tilamchilik qilmaymiz degan tilxatini olib qo'yib yuborishadi. Bulardan bu yerda turgan sebebi shu eldan aqchalatda, anan keyin shu yerda haydovchilar shulardan qochib, qo'rqishib, bunday yo'l qirsig'ini qavlayotdi. O'shaning uchun bu tilamchilarni biz yo'q qilishimiz kerak. Sadaqa so'raganlar ko'chalardagina emas, turli dam olish joylarida, jamoat joylarida, istirohat bog'larida, hattoki turli marosimlarda pul so'rashib, aholining noroziligiga sabab bo'lishmoqda. Shu bo'yicha mizon qabul qilinishi kerak. Alдағы сөзсіз алларды оңай емес, атайын көптеген оқулардан өтеді, ошолордон өтүп, анан эл ошо мыйзамды кабыл алган болсо, мыйзам чыгарса болот албетте. O'sh shahridagi Masaliyev, Raimbekov, Navoiy, Mo'nuyev, Qurmonjon Dodxo, G'aparachev ko'chalarida tilamchilar ko'p uchraydi. Ularga bir oyda 2 marotaba reyd o'tkazilib, shaxsni aniqlash ishlari olib boriladi. Madina Ulug'bek qizi, Cholpon Qalbek qizi, Zayra Abdukarimov, Intimaq.
Hukumat 2016-yil infrastrukturasi loyihasini amalga oshirishga, tadbirkorlikka va biznesga qulay sharoitlar tuzishga e'tibor qaratadi. Bu haqda bugun Premier Ministr Temir Sariyev Jo'g'org'i Kengashning Byudjet va moliya bo'yicha komitetining yig'inida bildirdi. Bu bilan qishloq xo'jaligi tarmog'ida yangi texnologiyalarni tarqatish, qayta ishlatish va yangi ishxonalarni tashkil qilish bo'yicha faol choralar ko'rilmoqchi. Hakimlerдің bari uğu oturadi. Biz şunday bir bugün çeçimge girgizemiz. Kabul alabız şundaydı. Жылдың аяғына чейин ар bir район, ар bir шаар, республикалык деңгээлдеги шаар 10 ишканадан жаңы ишканаларды киргизиш керек. Бул жеке акимдердин жана мэрлердин жоопкерчилигинде 10 ишкана. Кичинекей болобу, чоң болобу. Бирок 10 ишкана киргизесиңер. Iqtisod ministrligi kazinolarni qayta ishlatishga ruxsat berishni taklif qilmoqda. Qonun o'lkaning iqtisodiy imkoniyatlarini kengaytirishga yo'naltirilgan. Unda kazinolarni ishlatish masalasi muhokama qilingan. 3 joyda kazino ochish taklif qilingan. Chuy oblastida, Issiqko'l va o'lkaning janubiy hududida. Shuningdek, qimorxonalar qirg'izistonlik fuqarolarga emas, chet elliklarga ochiq bo'ladi. Bu qadam byudjetni to'ldirish bo'yicha qo'shimcha choralardan biri. Qirg'izistonda 2012-yilning 1-yanvaridan boshlab qimorxonalar ishi taqiqlangan edi. Joriy yilning aprel oyida totalizator va bukmeyker ishxonalari yopilgan. Bunga yoshlarning qimorga berilib ketishi asos bo'lgan. Jalolobod shahrida 5 yoshli qiz konservalangan mahsulotdan zaharlanib, botulizm kasalligiga chalingan. Shahar sanitariya-epidemiologiya markazidan olingan ma'lumotga ko'ra, joriy yilda oblast hududida botulizm kasalligi bilan og'rigan 24 odam ro'yxatga olinib, 3 nafari halok bo'lgan. So'nggi holat 8-dekabrda Bozorqo'rg'on rayoniga qarashli Aqman qishlog'idagi bir oiladan 5 nafar odam uy sharoitida konservalangan salatdan zaharlanib, og'ir ahvolda hududiy kasalxonaga tushgan. Botulizm kasalligi to'g'risida navbatdagi lavhada. Jalolobod shahrida istiqomat qiluvchi 5 yoshdagi mushtari Yoqubova ovqatdan zaharlanib 16 kundan beri hushiga kelmayapti. Shifokorlarning so'zlariga ko'ra, qizcha uy sharoitida tayyorlangan konserva mahsulotidan zaharlanib botulizmga chalingan. Qizning onasi Nabira Mamatxonova mahalliy ishxonalarda chiqarilgan gazlangan ichimliklardan bo'lishi mumkin deb taxmin qilmoqda. Sababi o'sha kuni mushtari sharbat ichgan. Badring yemaganmiz. Biz tuzdalgan badrang jegen emeспиз. Dargerler bul botulizm deb aytышты. Бирок андан 2-3 күн мурун балдарым менен үйдө жасалган шербет ичкен элек. Botulizm dedi. Көзөмөл күнү түнү 1-декабрдан бери өт бар эмеде жатат да. Жасалма дем алдырыч аппараттарында сүйлөсөңүз кээде сөзүңүзгө ымдап жооп берет. Бирок дем алганда өзүнчө дем албайт да. Ошо күнү түнү давлениясы өлчөлөт, температурасы өлчөлөт. Qancha vaqt hozirgi ahvolda ham kelganda qaraganda biroz jilish bor. Biroq qancha kunda deb bizga bunday soat vaqt ko'rsatilgan emas-da. Joriy yilning 9-dekabrda Bozorqo'rg'on rayonida ham tuzlangan bodringdan zaharlanib 5 kishi kasalxonaga tushgan. Ularning barchasi bir oila a'zolari bo'lgan. Natijada og'ir ahvoldagi qiz vafot etib, 10 yoshdagi bola hali hushiga kelmagan. Qolganlarning ahvoli qoniqarli darajada shifokorlarning nazoratida. Shu sabab uy sharoitida tayyorlangan konserva mahsulotlarini foydalanishda ehtiyot bo'lishni shifokorlar ta'kidlashadi. Birinchi belgilari bu o'g'riliklar egerде оор токсиндер аябай көп болсо 10 сааттан кийин эле оорунун биринчи белгилери пайда болушу мүмкүн да. Бас албай жакшы, көзү бир нерсе 2 көрүнүп, 2 нерсе 4 болуп көрүнүп, андан кийин маска окшоп мындай жакшы баса албай, арт жакка мындай неметишет да, ташта өздөрүнчө. Андан кийин кабагын ача албай калат. Андан кийин эле жутунуусу начарлап, дем алуусу начарлап калат. Анан дем алуусу начарлап, жутунуусу начарлаганда бул оор формасы. Bunday kelgan o'g'rilar ko'pincha эле аппаратка түшүп калышат да, искусственный вентиляция легких. Davlatning janubiy hududida botulizm tayoqchalarini aniqlagan laboratoriya yo'q. Shu sabab shifokorlar kasallikni bemorning aytgan sabablari bilan aniqlashadi. Mazkur mikrob kislorodsiz yerda, konservada, chuchuq va kolbaslarda bo'ladi va zaharga aylanishi mumkin. Dagı bir memesi ушул жанагы бизде эмне деп коет? Жанагы куурутко помидор, бадыран кошуп туруп, куру менен жабышат туруп. Баклажан кошот, эң жаман ушу баклажан да. Аябай. Ошолорду азыр ачканда, например, эртең жаңы жыл келип атат, ачышат. Ошолорду жанагы бизде ошолорду обязательно повторный куруш керек.
quriganda janaqa u o'zining kuchini jo'g'itadi. Botulizmni oldini olish uchun meva sabzavotlarni konservalashda qoidalarni saqlash zarur. Bankalarda yopilgan mahsulotlarni foydalanishda avval yaxshilab nazorat qilib, agar rangi o'zgargan bo'lsa yoki qopqog'i ko'tarilib qolgan bo'lsa, uni foydalanmaslik maqsadga muvofiq bo'ladi. Eslatib o'tsak, joriy yil boshidan beri Jalolobod oblasida botulizm kasalligiga 24 kishi chalinib, 4 nafari vafot etgan. Madina Ulug'bek qizi, Qilimjon Azamat qizi, Temirbek Jaqipov, Intimaq. Jalolobodning Bozorqo'rg'on rayonida tuzlangan bodringdan zaharlanib kasalxonaga tushgan 10 yoshdagi bola halok bo'ldi. Bu haqda Intimaqqa Bozorqo'rg'on hududiy kasalxonasining bolalar jonlantirish bo'limining rahbari Abdumutallib Turdiyev bildirdi. Ma'lumotga ko'ra, Aydar Usmonbayev kasalxonaga 9-dekabr kuni tushgan. Og'ir ahvolda bo'lganligi sababli maxsus uskuna bilan sun'iy nafas olib 9 kun komada yotgan. Jo'g'org'i Kengashining Agrar komiteti suv kodeksiga o'zgartirish kiritish haqidagi qonun muhokamasini keyinga qoldirdi. Hukumat qonun muhokamasini keyinga qoldirish taklifini ekspert guruh loyiha tayyor bo'lishi bilan asoslagan. Hukumat vakili Islom Mo'ydinov loyiha qachon qaralishi noma'lum ekanligini aytdi. Mazkur qonun muzliklarda kon qazish ishlarini aniqlaydi. Parlament joriy yilning oxirigacha suv kodeksiga o'zgartirishlar kiritmasa, qumto'rning ishi to'xtab qolishi mumkinligini tog'konchilar tashkilotining raisi bildirdi. Intimaq teleradio kompaniyasi Top Navoiy 2015 yil tanlovini yakunladi. Yilning eng yaxshilari tomoshabinlardan va eshituvchilardan kelgan ovozlar asosida aniqlangan. Joriy yilda eng yaxshilar qatoriga Jalolobod, Botken oblastlaridan ham madaniyat xodimlari qo'shilgan. Yilning eng yaxshilari kimlarga beriladi? Bu haqda navbatdagi navoda. Top Navoiy 2015 yil tanlovi Intimaq hududiy jamoatchilik teleradio kompaniyasi tomonidan tashkil qilingan. Odatga aylangan tadbirdan farqlanib, 3 oblastning eng yaxshilari aniqlandi. Unda O'sh, Jalolobod va Botken oblastlaridan jami 25 qo'shiqchi taklif qilingan. Eng yaxshi deb aniqlangan 13 madaniyat xodimi faxriy yorliqlar bilan taqdirlandi. Ular ko'ruvchilarning ovozi bilan aniqlangan. Yo'l chiqarganimizda bu O'sh oblasi bilan chektirgan mavjud. Bu yil qismida 3 oblastdan talantli odamlar chaqirib, o'shalarning arasida mixtlarni aniqladik. Hani bu mixtlarning negisinden ko'pincha bizning radio, televideniyega, yana saytdan ko'rganlarini qarab, o'sha programmalarni ko'rganlarini qarab turib, eng ko'p nachaqdan ko'ruvchilarning aniq aytgan bo'yicha, ko'ruvchilarning qayriluvchi bo'yicha, ko'ruvchilarning telefondori, SMS jo'natganlari bo'yicha aniqlab o'tiradi. Qo'shiqchilar o'z mehnatlari samarasini berganligiga xursand bo'lishdi. Tashkilot ishlaridagi sahna bezaklari, ishtirokchilarning yuqori darajadagi tayyorgarliklari muxlislarga ijobiy ta'sir qoldirdi. Sababi madaniyat xodimlari muxlislari tomonidan so'ralgan qo'shiqlarni jonli ijro etib berishdi. Konsert menimcha juda yaxshi o'tyapti. Mana 2,5 soat, 3 soat davom etyapti, lekin xalqimiz ko'payyaptiki, ozaymayapti. Bu degani natija juda ham yaxshi. Shunaqa konsertlardan ko'p bo'lib tursin, biz elda xizmatidamiz. Rahmat, sog' bo'linglar. Konsert dasturida madaniyat xodimlari va homiylar ishtirok etishdi. Shuningdek, o'yinlar uyushtirilib, g'oliblarga sovg'alar topshirildi. Birozdan keyin so'ng siz Muxlislar olqishi qo'shiqchilarni ilhomlantirgan bo'lsa, ularning sho'x qo'shiqlari tashrif buyurganlarning raqslari bilan davom etdi. Zal bilan to'la bo'lgan muxlislar yuqori darajada madaniy hordiq olishganligini aytishadi. Odamlar juda ham ko'p, artistlarning muxlislari ko'p ekan. Konsert juda ham yaxshi darajada o'tyapti. Qatnashuvchi kelgan mehmonlar shu kabi tadbirlar tez-tez o'tkazilib tursa yaxshi bo'lar edi deyshadi. Eslatib o'tsak, Intimaq teleradio kompaniyasi eng yaxshilarni aniqlash ishlarini 2 yildan beri amalga oshirib keladi. Oldinda O'sh Bravo yil tanlovi ham o'tkazilib, turli nominatsiyalar beriladi. 2015-yilning eng yaxshilarini bilishni xohlaganlar 30-dekabrda O'sh Bravo konsert dasturiga tashrif buyursa bo'ladi. Madina Ulug'bek qizi Ajnat Do'stinbek va Munir Arzibek o'g'li Intimaq. chiroyli qarshilar bilan ustozimiz Shuhratbek aka Azimov. O'sh shahrida ayrim tadbirkorlarning chiqindidan bo'lgan qarzi 20 ming so'mga yetgan. Shu sababli O'sh tozalik ishxonasi shahardagi kafe-restoranlarni tekshiruvga olishdi. Reyd davomida ayrim kafelar mazkur ishxona bilan qonuniy turda shartnoma tuzmaganligi ma'lum bo'ldi. Ularga xodimlar tomonidan ogohlantirishlar berildi. Ta'kidlab o'tsak, shahar bo'yicha har kuni o'rtacha hisob bilan 500 metr kub chiqindi chiqariladi. 2013-yilning iyun oyida O'sh shahar deputatlar kengashi tomonidan chiqindi chiqarishning tarifi aniqlandi. Unga ko'ra, ko'p qavatli uylarda har bir odamga
har oyda 20 so'm, yer uylarda 25 so'mdan haq olinadi. Eslatib o'tsak, mazkur reyd 3 kun davom etadi. Ishxonaning nesimidan dogovor tuzayin desa, men tuzmayman deb, anan keyin shunday aytgan, tuzilmagan dogovor. Bultirda kelgan, mana 2 jol reyd bo'ldi. Mana bu yilda kelib o'tiramiz, degili dogovor tuzayin deganda umidi yo'q. Bizning mana yerda konteynerlarimiz bor, shu konteynerga borib, kechinda borib to'g'otganlarni odamlar ko'rganlar bor ekan. Qirg'izistonda bo'lib o'tgan yog'ingarchiliklardan keyin 23 dekabrgacha tog'li yo'llarda qor ko'chishi ehtimoli bor. Favqulodda holatlar ministrligi qor bo'roni bo'lishini eslatib, haydovchilarni ogohlikka chaqiradi. Ayniqsa Bishkek-O'sh avtoyo'lining 128, 138, 198, 265 chaqirimlari, Qorako'l Enilchek yo'lining 45, 90 chaqirimlari xavfli. Avtomashinalar orasidagi 500 metr oraliq masofani saqlash zarur. Dasturimizda xalqaro yangiliklar bilan davom ettiramiz. Norvegiya Rossiyaning vizasi bor pokistonlik, afg'onistonlik muhojirlarni Rossiyaga qaytarmoqda. Hukumat vakillarining ma'lumotiga ko'ra, Rossiya muhojirlar uchun xavfsiz o'lka. Shuningdek, Norvegiya hukumati qurolli to'qnashuvlar bo'layotgan o'lkadan kelgan qochqinlarnigina qabul qilishini ochiqlagan. Nochor hayotdan qochib kelgan, boshpana so'raganlar qabul qilinmaydi deb qo'shimchalagan. Pokistondan kelgan muhojirlar guruhi Norvegiyadan Rossiyaga yuborilmoqda. Bundan biroz avval ular turar joy topish maqsadida Rossiya orqali Norvegiyaga o'tishgan edi. Ularda Rossiya vizasi hamda yashashga ruxsat berilgan qog'oz bo'lgani uchun Norvegiyaga kiritilmadi. Многократная виза или РВП или вид на жительство. Bizga kimde Rusiyaning vizasi, jana jashooga ruxsat qog'ozi bo'lsa, ortqa qaytaramiz deshdi. Buni Kirkenesga kelganda aytishdi. Ag'acha hech narsa debeyli. Жиналгыла кетебиз деп алып чыгышкан. Мы вас заберем Киркенес. Норвегиянын бийлик өкүлдөрү мага барыңарда Русиянын визасы бар экен, ошондуктан силерди кайра артка кетиребиз деп айтышты. So'nggi bir necha oy orasida Rossiya orqali Norvegiyaga 5000 ga yaqin muhojirlar o'tgan edi. Ularning asosiy qismi Afg'oniston va Pokistondan chiqqanlardir. Oktyabr oyida chegarada kuniga 200 dan ortiq muhojir o'tgan. So'nggi vaqtda muhojirlik masalasida bir qancha cheklovlar kiritilgandan keyin ular soni qisqara boshladi. O'lkaga bundan keyin qurolli to'qnashuvlardan qochib kelgan muhojirlar kiritiladi. Nochorlikdan boshpana izlab kelganlar esa chegaradan ortga qaytariladi. Акыркы 10 күн аралыгында Орусия аркылуу келген мигранттар катталган эмес. Norvegiyada qochqinlar uchun qurilgan markazlar hozirgi vaqtda bo'sh turibdi. Mahalliy hukumat u yerga Suriyadan kelgan muhojirlarni kiritishni rejalashtirmoqda. Yaqin kunlarda 160 ta oila qabul qilinishi kutilyapti. Biroq Rossiya orqali viza olib kelganlar orqasiga qaytarilishini eslatishmoqda. U yerda 6 oygacha yashashga ruxsat beriladi. Norvegiya hukumati Rossiya muhojirlari uchun xavfsiz o'lka ekanini qo'shimchaladi. Joriy yilda germaniyaliklar yangi yilni qorsiz kutib olishadi. Bunday xulosani mahalliy sinoptiklar chiqarishdi. Hozirda o'lkada havoning harorati 15-16 daraja issiqni ko'rsatmoqda. Mutaxassislar yaqin orada qor yog'masligini aytib, harorat 7 darajadan tushmasligini ham qo'shimchalashdi. Buning barchasi iqlimning o'zgarishiga bog'liq ekanligini mahalliy aholi ham tushundi. Shunday bo'lsa ham ko'pchilik yangi yilni qor bilan to'sib olishni xohlaydi. Germaniyaning Kelin shahrida muz maydonchasi har doimgidek aholi bilan to'la. Biroq oyoq ostida muz bo'lgani bilan tashqarida havo harorati 15 daraja iliqni ko'rsatmoqda. Barcha yengil kiyimda. Oldinda yangi yilning bezangan archasi hamda turli yarmarkalar bo'lib o'tishi rejalashtirilgan. Ko'pchilik esa qor yog'ishini sabrsizlik bilan kutmoqda. Bari jasalma, klimat o'zgargani bayqalib жатат. Yo'ldoshim 86, men 82 yoshdaman. O'tganda estesak, hozir bari boshqacha. Abaray murdag'iday emas. Klimattын өзгөрүп жатканы байкалып жатат. Буга баарыбыз ынандык. Рождествого саналуу эле күн калды. Бирок температура плюс 15-16 көрсөтүп турат. Карды күтүп жатканбыз. Айра жок, колубуздан эч нерсе келбейт. Кар жаап турса абдан жакшы болмок. Бирок биз эч нерсе кыла албайбыз. Кандай болсо ошол боюнча кабыл алабыз да. Ba'zilar esa kunni sog'inmaganidan xursand. Qalin kiyinib yurish noqulay deb hisoblashadi. Sirtda juluv bari o'ydog'iday, qardinda, muzdinda keragi yo'q. Ob-havoni kuzatish markazi esa yangi yilgacha ob-havo o'zgarmasligini eslatishmoqda.
Ular havo harorati 7 darajadan tushmasligini qo'shimcha qilishdi. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz mana shulardan iborat. Kuningiz ostida o'tsin, xayr omon bo'ling. Газовые и твердотопливные отопительные системы, водонагреватели, радиаторы отопления, конвекторные обогреватели, полотенцесушители ведущих мировых производителей Франции и России, Atlantic или Max для дома или офиса, оптом и в розницу. Приятные скидки с гарантией до 7 лет. В фирменном магазине Atlantic. Торговый центр Оштатан, 1 этаж. Atlantic. Абсолютное качество. Assalomu alaykum. Ertangi kungi ob-havo ma'lumoti bilan tanishib oling. Ob-havo ma'lumot homiysi Atlantic Limax firma do'koni. Atlantic orzungizdagi eng sifatli maishiy jihozlar. Qirg'iz gidrometrining bergan ma'lumotiga ko'ra 22-dekabrda havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. G'arbdan esgan shamolning tezligi sekundiga 4-9 metrga yetadi. Havo harorati Chuy oblastida kechasi -9, -14 daraja sovuq bo'lsa, kunduzi 1-6 daraja iliq atrofida. Talasa oblastida kechasi -10, -15 daraja sovuq, kunduzi esa -1, +4 daraja. Issiqko'l oblastida kechasi -10, -15 daraja, kunduzi esa 5 daraja. Norin oblastida kechasi -20, -25 daraja, kunduzi esa -5, -10 daraja sovuq bo'lishi kutiladi. Batken oblastida kechasi -3, -8 daraja sovuq bo'lsa, kunduzi 5 daraja iliq atrofida. Jalolobod oblastida kechasi -3, -8 daraja sovuq, kunduzi esa 2-7 daraja. O'sh oblastida kechasi -3, -8 daraja sovuq bo'lsa, kunduzi 2-7 daraja iliq bo'lishi kutiladi. Poytaxtimiz Bishkekda 22-dekabrda havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. G'arbdan esgan shamolning tezligi sekundiga 4-9 metrga yetadi. Havo harorati kechasi -9, -11 daraja sovuq bo'lsa, kunduzi 3-5 daraja iliq atrofida. Shahrimiz O'shda ham ertaga yog'ingarchilik kutilmaydi. G'arbdan esgan shamolning tezligi sekundiga 4-9 metrga yetadi. Havo harorati kechasi -3, -5 daraja sovuq bo'lsa, kunduzi esa 4-6 daraja iliq bo'lishi kutiladi. Qadrli teletomoshabinlar, siz 22-dekabrda kutilayotgan ob-havo ma'lumot bilan tanishdingiz. Ob-havo ma'lumot homiysi Atlantic Limax firma do'koni. Atlantic orzungizdagi eng sifatli maishiy jihozlar. Sizlar bilan Setorab Sattar va bo'ldi, tuningiz maroqli o'tsin. Газовые и твердотопливные отопительные системы, водонагреватели, радиаторы отопления, конвекторные обогреватели, полотенцесушители ведущих мировых производителей Франции и России, Atlantic или Max для дома или офиса, оптом и в розницу. Приятные скидки с гарантией до 7 лет. В фирменном магазине Atlantic. Торговый центр Оштатан, 1 этаж. Atlantic. Абсолютное качество.